BMW tarixidagi birinchi crossover sotuvda. E'tiboringiz markazida mutlaqo yangi BMW X5 X-Drive 40. Avtomobil 3 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 381 ta ot kuchiga ega. 0 dan 100 km/soatgacha 5,4 sekundda tezlanadi. Avtomobil 2026-yilda ishlab chiqarilgan zo'r komplektatsiyada M paket, Night paket, ya'ni tashqi dekorativ elementlar qoraytirilgan. Avtomobilimizda pnevmopodveska bor va uning yordamida g'adir-budir yo'llarda, notekis yo'llarda avtomobil balandligini ko'tarib, bemalol harakatlanishimiz mumkin. Ichki qismga marhamat. Avtomobil interyer qismi to'liq jigarrang charm bilan qoplangan. Old o'rindiqlar elektr quvvatida boshqariladi, isitish, sovutish va eslab qolish funksiyalariga ega. Akustik tizim Harman Kardon. Yana bir qiziq detalga nazar solamiz va uning uchun tarixga yuzlanamiz. 1994-yilda BMW kompaniyasi Land Roverga egalik qilgan paytda aynan mana shu crossoverni Land Rover tajribasiga tayangan holda ishlab chiqarishgan va Land Rover bilan yana bir ajoyib bog'liq tarafi bu avtomobil bagaj qismi. U ikkiga bo'linib ochiladi. Agar yaxshilab qarasanglar, Range Rover Autobiography ham bagaj qismi xuddi shu tarzda ochiladi. Avtomobilimiz sotuvga tayyor. Batafsil ma'lumot uchun A Bozor Premium avtosaloniga tashrif buyuring yoki quyida ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.